Og'zimizdan chiqayotgan gapga juda hushyor bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Termiziydan keltirilgan hadis, Abu Hurayra roziyallohu anhu: "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san, yahwi biha 70 kharifan fin nar." Albatta bir kishi bir so'zni aytadi. Shu so'zini hech narsa emasda o'ylaydi. Oddiy bir gap. Ammo mana shu so'zi sababli jahannamga 70 yilga sho'ng'iydi. 70 yilga qo'yadi. Dengizga 10 mashina najosat olib borib tashlasangiz, dengizda bir qismigina najosat bo'ladi. Hammasi emas. To'g'rimi? Yana bir oy, 2 oy o'tgandan keyin hali najosat suv tagiga cho'kadi-da, suv o'zini tozalab oladi. Ammo insonning og'zidan shunday so'z chiqadiki, agar dengizga bittasi aralashtirilsa, shunaqa so'zlar, dengizda hamma suvni buzib yuboradi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar: "Allohumma kama hassanta xalqi fahassin xuluqi." Parvardigor, yaralishimni, shaklimni qanday chiroyli qilgan bo'lsang, xulqimni ham shunday chiroyli qil.